Biznes boshlagani nimadan ish boshlashni bilishmaydi boshida. Bitta sizlarga zo'r layfhak o'rgataman. Uyingizda mini ofis qilib oling. Qo'lingizda hamma tovar bo'lsin. Kim nima so'rasa, talabiga javob beradigan narsalardan yig'ib oling. Ahamiyat beringlar. Menda hozir mana tush, atir, vitaminli, kremli, yana nima, choy, zubnoy щеткаlar, SPF hammasidan bor. Sizlar ham xuddi shunaqa chiroyli tovar qilib olsanglar, xonadoningizda tayyor bo'lib tursa narsalar, bitta odam so'rab kelganda shartta olib chiqib berasiz. Magazin ko'rganmisizlar? Mahsuloti yo'q. Agar qo'lingizda tovar bo'lmasa, siz shunaqa mahsuloti yo'q magazin bo'lib qolasiz. Har doim qo'lingizda tovaringiz bo'lsin va sotuvingiz gullab yashnaydi.